Barchaga salom do'stlar. Biza bugungi videoda mana shu orqamdagi orolda 100 kun yashab qolishimiz kerak do'stlar. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Let's go. Biza birinchi ishimizni daraxt chopishdan boshlayveramiz. Yaxshi. Crafting table va biroz cho'plar yasab olamiz. Bu yerdan endi urug' tushishi zarur. Bo'lmasa daraxt yeb qolish ehtimoli katta. Yo'q, bu yerda ikkita daraxt bor ekan-ku. Ikkita daraxt. Endi bunaqa bo'lmaslik kerak edi. Qo'lda ham shumol ishlab ketdilar ekan. Aytgancha, sizga bu mod kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimda bor. Telegram kanalim esa YouTube kanalimning shapkasida bor do'stlar. O'tib bemalol ishlatishingiz mumkin. Bizda daraxt bor. Buni endi ekib qo'yishimiz kerak. Endi o'zimizga toshli instrumentlarni yasab olamiz. If is past degan ko'ryapti. Mana shu yerda biroz tosh bor ekan. Va mana do'stlar, bizda to'liq toshli instrumentlar bor. Endi bizga ovqat kerak. Ovqat deganda mana bu qo'ylarni nazarda tutmadim. Shunaqa urug'larni. Bu yerda yana biroz daraxtlar tushibdi. Ularni ham ekib qo'yamiz. Emas, menga vashington shart emas. Yerga daraxtlarni ekib mana oroldagi mana shunaqa urug'larni barchasini tozalab chiqmoqchiman. Qani bo'lmasam ketdik. Aytgancha, bu ham mod tufayli qo'shilgan. Buni ham hali chiqib ko'ramiz bunga. Qani bo'lmasam let's go. Yo'q, tun ham bo'lib qoldi. Neyse, mana bu qo'ylarni o'ldirgim kelmayapti. Bu yerda allaqachon zombilar paydo bo'ldi. Yo'q, buni ham uncha tez yuguradi. Yo'q. Zombini bolasidan ham uncha tez yuguradi. Tez yugurishini bilaman, bunchalik tez yugurishini bilmagan ekanman. Yo'q. Menimcha hozircha mana shu yerni tozaroq qilib chiqsam bo'ldi. Bu yerni keyinroq qilarman. Chunki juda ham katta ekan. Mana endi tayyor. Yer teptik qilib chiqdim. Teptik mas'uliyatlarni yulib chiqdim. Endi bu yoqda turibdi. Bu yerni qilgim kelmayapti. Chunki oldinga crafting table'ni yerga qo'yamiz. O'zimizga ketmon yasaymiz. Ularni ekib qo'yish kerak. Judayam ko'pda qoladi. Bu yerga to'g'ri qanday sig'maydi. Yerga faqat o'zim ovqatlanishim uchun qo'yapman. Chunki men hali bunaqa ferma qilib qo'ymayman. Botlar uchun birorta texnikal fermani bilaman yasashni. Shuni chiroyli qilib yasayman. Oddiy ko'rinish menga umuman yoqmaydi. Mana bu gullarni esa aytmasa ham bo'ladi. Qorin ham och bo'lyapti. Tezroqlar o'ssa o'zimizga yegulik yasab olardik. Tayyor. Endi esa biroz chaqni aylanib kelamiz deyman. Hali daraxtlarimiz o'smayapti. Toki mana bu yerda yugura olmay qoldim. Tovuqlarni ham o'ldirib yuborsam bo'larmikin? Ha, daraxt o'sibdi. Tovuqlarni kechirasan, menga ovqat kerak. Yo'q, yugura olmay qoldim.
Yaxshi, bu mod menga juda ham kerak bo'ladi. O, temir. Juda ham kerak bizga do'stlar. Bitta bo'lsa ham olib ketish yerdan. Chunki qalqon yasash uchun juda ham zarur. Nima indirmay. Men seni ko'zingga qaramayman. Yo'q, ko'mir ham bor ekan, mashina bularni ham olib ketishimiz kerak. Axlatni bu yerga tashlaymiz. Ular meni ko'radimi? Albatta ko'radi. Aynan bittasi ko'rib qoldi. Chinada bor. Ikkinchi jahon urushi. Endi bu yerdan qanday chiqamiz? Crafting table'im ham yo'q. Bitta blokni 2 yilda qazib bo'laman, yo'qmi, yo'q. Yo'qmi, yo'q. Bu zombi apokalipsismi bu yer? Yo'q. Faqat portlama. Yo'q, men buni kutmagandim. Suvda ham zombi. O'sha yerda kutamiz do'stlar, boshqa nima ham qilardik? Mana toy ham otdi. Bu yerdagi zombilar ham yonib yo'qolib ketibdi. Lekin creeperlar emas. Do'stlar, bizda bitta daraxt o'sibdi. Buni chopib olamiz. Boshqa daraxtlar o'smaydimi? Assalomu alaykum. Keling, brat, nima sotasiz? Yaxshi, ko'rinmay qolibdi-ku. Sotadigan narsangiz ko'rinmay qolibdi. Bu degani tupurma. Yaxshi, ikkita bizda temir ham bor hali. Buradan ikkita qizishini kutishimiz kerak. O'zimizga sham yasashimiz kerak do'stlar, sham. Va butun orolni yorug' qilib chiqamiz. Deyishim kutuvinglar. Va yorug' qilib chiqamiz. Birinchi navbatda biz o'zimizga mana buni yasab olamiz. Chunki bizga yem kerak. Bularni o'ldirishdan foyda yo'q. Yo'qmi, qanday omadli bo'laman. Bitta 3 ta berib biz o'zimizga bundan yotoq yasab olamiz. Va bizda mislar ham tayyor bo'lib qoldi. 18 ta. Biz o'zimizga instrument yasamaymiz. Bundan kiyim-kechak yasaymiz. Yoki 3 tonga yetmay qoldi bu ishda. Bu tayyor bo'lib qolibdi. 8 ta. Yaxshi. Bu temirlardan o'zimga birinchi navbatda qalqon va kiyim yasab olishim kerak. Ajoyib. Nima yetmadimi? Ishlatib ko'raylik. Endi mana bu daraxtlar o'sishini kutishimiz kerak yoki mana shu joyga chiqish kerak. Oldin misdan kiyinib ketay. Bitta yetmay qoldi, bitta.
Bitta ber. Bo'ldi do'stlar, men misdan kiyindim. Men endi misli bo'laman. Buni ko'ring. Kam bo'lmasam endi mana shu yerga chiqishimiz kerak. Bu tagigacha blok qanday olib boramiz? Shu yerdan olib bor. Bu nima bo'ldi? Do'stlar, bu nima? Yo'q-mo'yo. Bunga chiqishdan oldin bunga boramiz. Qani, let's go. Blok. Şu yerden çıkıp olsa hiç narsa qilmaydi. Yo'q-mo'yo. Bu kemani qarang. Sandiqda menga kerak narsa yo'q edi. Voshita mana shuni olib olishim kerak. Nezir bloklar shart emas menga. Yo'q, kerak emas shu narsalar. Yana bitta sandiq yo'qmi ichida? Bu yerga qanday kiriladi? Tepasida ham joy bormi? Voy! Bu nima? Do'stlar, bu nima? Yo'q-mo'yo. Bu yerda menga kerakli hech narsa yo'q. Umuman. Bu yoqdan men shuncha harakat qildim bu yotoqni yasash uchun. Ikkita temirim ham ketdi. Rozi emasmanmi Minecraftda? Mayli, nima ham derdik. Qani bo'lmasam, endi orolga ketib olsak ham bo'ladi. Va do'stlar, mana men bu yerga bir amallab chiqib oldim. Menga negadir mana bunaqa effektlar berib qo'ydi. 4 daqiqaga sakrash. Bunga emas, mana bu ikkinchi ko'rganimizga. Yo'q-mo'yo, bu effektlar ham qiyin bo'lyapti. Bu yerda shakar qamish bor ekan, bularni sekin asta-asta ushlayib ketamiz. Sandiq ham bor ekan, ko'rmagandim. Bu yerda menga kerak nima bor? Yozilmayapti. Mana buni chopib bilamanmi? Shunga qiynalib. Hammasi chopib ketsa. Ichkarida o'zi kiradigan joy yo'qmi buni? Menimcha yo'q ekan. Va bizda yetarlicha daraxt bor do'stlar. Endi men xohlagan narsamni qura olaman. Lekin oldin bularni hammasini chopib chiqish kerak. Qani bo'lmasam ketdik. Endi biz ham pastga qarab kalla tashlasak bo'ladi. Bizni orolimiz shu tarafdamidi? Ha. Oldin mana bu kerak emas narsalarni otib olaylik. Ok kerak. Let's go. Oldik. Lekin juda ham balandga sakrashi bilan tushishimizdan 4 daqiqa. Qanday? Noz chopmoqchiyim, qo'lim yo'q. Qo'lim bor, toporim yo'q. Chopib ketmadi. Endi men mana bu hayvonlar uchun birorta joy qurishim kerak. Undan oldin narsani ko'ray. Hoppa. Mana. Shuncha daraxt do'stlar. Shoshmang. Bularni hoppa. Endi juda ham. Endi esa bulardan mana shuni hisoblamiz. Hoppa. Endi bundan yasaymiz. Bunda hammasi emas. 5 ta, 6 ta yetadi. 41 ta daraxtim qoldi.
bir starın oldu. Yuma yo. Bunca yo. Zene sorayım. Yok. İki stak dedim. İkisi de mi kalıptı? Görmem mi? Dostlar ondan aldım ben. Önce şiirine yok varışım gerek. Şuradan gitmek var. Şuradan kazıklar mı? Yok. Mailini mayam derdi. Şu baktaşanını aramız. Sonra tepeye koyarız. Ve şuradan bana bu küçükler için joy değerlerimiz. Let's go. Bu cepke iki tane koyacağım. İkisi de giderken. Tavuk uzu bölüp kirip gitti. Ha bu çekip bitti mi koyup çıksa hiç? Yok. Bulmaydı. Bu çeki koymayımız. Ve bir olmaya kaldım. Bu çeki bana bırak. Hiç gitti. Mana nima deysizlar? Chiroyli. Qo'yaylik. 8 ta mana bunaqa narsa. Böyle ko'pmas ya. Demek boshqacha yo'l tutishimiz kerak. Shu tariqa men 10 daqiqacha o'ylandim va oxiri qanaqa yo'l tutishni topdim. Men nazarimda ko'proq edi. İki paramız. Geliyle. Geliyle. Vay anasını yemsin. Anasını oynamak mı? Ben geliyle kaydeder. Bir o da. Şu tariqa men ham yerini to'g'rilab chiqdim. Yaxshigina kuchayib oldik. Yana biroz yog'och olib kelish kerakmi deb o'ylayapman. Uxla tezroq uxla. Yo'qmi, sham qo'ymayapman. Qayna bo'l, yona bo'lsa. Yo'q, mana yo'qman. Bari yo'qmi? Yok, kırıp. Sıklıp. Yok, kanday, ama demem mi? Ama simen mi? Karıpçı kanday, buna hemmesi bitti soydu. Ana bu kırıp buna yuşuya karayın. Panik kele bak. Kel. Doğru, maşine mi bu? Mayli. Qani bo'lmasam olg'a konga. Kurtda temir bo'lib ketdi. O'lib qoldimmi? O'lib. Bunchalik. Lekin Redstone topolmadim. Umuman topolmadim. Qani yana ketdim men do'stlar. Do'stlar, men topgan narsamga qarang. Olmos. Redstone, yana olmos. Qandoq bor. Redstone va olmos ikkalasi bir joyda turibdi.
olması gerekiyor. Gerek idi ki mayli. Hatta ahırı. Böyle tuyaklar sıkılat ha dostlar. Ama özümge kerakli firma üçün instrumentlarni yig'ishim kerak. Tushunmadi. Chekishda yo'q deydimi bu? Endi men firmani qayerdan qurishni o'ylanishim kerak. Lekin u firma uzun bo'ladi, uzun. Mana shu yerlardan ketadi-yu mana bitta. Bo'l, shu yerdan quraman. Endi menga 2 ta lopatka kerak. Chunki anchagina loy qazishim kerak. Da 3 ta yasaamiz. 4 ta yasadim, men 3 ta yasadim. Ha shu yerni takizli o'zimda. Ketdik do'stlar. Mana do'stlar, men lopatkamni sindirib bo'ldim. Hiç bo'lyapti, endi yotib qolamiz. Va mana do'stlar, yo. Necha staf bo'lib ketdi bu? Yo. Endi bularning barchasidan firmaga foydalanaman. Mana qilib hammasi ortib qoladi. Endi firmani boshlanishini boshlayotsak ham bo'ladi. Va mana do'stlar, firmani boshlang'ich qismi ham tayyor bo'ldi. Endi bunga kerakli narsalarni yasab olamiz. Undan oldin atrofini ham qazishimiz kerak. Buradagi bitta endi esa sandiq asamiz 2 ta. Yetib qoladi. Yaxshi, endi hopperlar uchun nimalar kerak? Bizga nechta hopper kerak? 6 dan 1 2 3 4 5 6 7 taga. İşledi dostlar. Bizni texnikamizga gerek yo'q. İşledi lekin. Mana shu yerda bir narsa ketadi. Bu o'chiriladi. O'chiriladi. Shunaqa tuxum tashlab yubordim. Mana shu kelib mana shu yerga joylashadi. Endi shu tuxumni ana yerda ekilib turgan bo'ladi. Ekillar o'zi olib ketadi, bu yoqqa ekib qo'yadi. Ekib qo'ymaydi, olib kelib qo'yadi. Endi bizga kerakli olamiz do'stlar. Bularni hammasini ekib tashlaymiz. Yaxshi, yana nima ekiladigan narsa bor? Kartoshka ham yo'q. Tun bo'lyaptimi? Qoraylikda. Bizda 10-kun bo'ladi do'stlar, 10-kun. 100 kunni 10dan bir qismi. Qachon uxlayman? Zombi chiqmashidan oldin uxlab, undan oldin turish kerak. Let's go. Bu yerlarni ekib tashlaymiz do'stlar. O'zi bu yerdan chiqib ketmaydimi suv? Ha, do'stlar, nima ish qilish kerak edi?
başına tabii ekip tutuş gerekti. Şimdi sizem çok rahat hasıl bir. Şimdi bize yeni bir çilek gerek dostlar. Aslında mevcutlukken düşündüremem. Ben şöyle sonu koyu aramızda. Su bombası fazla su bombası. Gittik. Hiç bittim yok. Şunu kıvırmasak olmaz. Endi ise bizga suyak kerak. Suyaklarni esa bo'lmaymiz. Bularni dostlar bende kalmadı. Ben ikini tekrar şuraya niye alıp geçmemiz gerekli. Şunda hem üstüne yerleri var ki. Bir merakla korkturarsın ya basmayı. Basmayamaz ki. 22'de çıktı. Cidden zor. Ben de ekip taşımışız. Mana do'stlar, men qilib bo'ldim bu yerlarni. Endi yok, hech chiqsa yo'q. Yangisi tug'ildi. Men ketdim. Men yana hozir yana bitta chiqdi. Mayli, endi daraxtlar uchun ham platforma qurish kerak. Uning uchun ana o joyga borib kelish. Chunki judayam katta miqdorda yog'och ketadi uning uchun. Undan o'z daraxtlarni chopaman. Undan o'zimga bitta uy qursam ekan. Yo'q, hali uyni o'ylamay turaveray. Bundan oldin sizlarga polizni ishlashini ko'rsatishim kerak.
Shuning uchun hozir men konga tushib, anchagina skeletlarni o'ldirib kelaman. Ozgina emas, ancha. Keyin nariroqqa borib, biroz daraxt turlarini olib kelishim kerak. Mana bu ko'p ekilib turadigan daraxt turi bor-ku, nomini esimdan chiqqan. Zarar yo'q, esim qursin. Yaxshi bo'lmasa men konga ketdim demoqchi edim. Mana bitta daraxt bor. Ketdim da konga. Bay bay. Do'stlar, men 10-kun 12 12-kun kirib ketib turib 33-kun chiqman. Yaxshiyamki yotog'imni olib ketgandim, ortimga qaytib shu yerda uxlab yaxshi bo'ldi lekin. Va suyaklarga qarang. Men skelet spawner topib oldim va yoqib tashab qalqonim bilan o'tirib sop tashladim do'stlar. Bu 3-qalqonim, 2ta qalqoni sinib ketdi. 8tagina temirim qoldi. Va anchagina ekinimiz ham o'sib qoldi. Qani bitta yaxshirib olaylikchi. Vah, buni kelishiga qarang. Yomay, cho'rishim corporation. Buni tuzatmayapman-ku. Hozir 1 daqiqa. Endi qaytadan ekib chiqamiz. Let's go. Yoqamiz, o'chiramiz. Va tornadodek kelyapti. Hammasini hisobga olgan mana qo'limga ham tushdi. Mana shu yerga tashlaymiz. Ana bularni o'chirib yuboramiz. Qaranglar. To'g'ri chekkaga chiqib qolishi mumkin ikkitasi. Suv baribir juda ham tez keladi. Mana asosiysi mana bunaqa burchaklarda o'gitlar mana bunaqa narsalar qolib ketmaydi. Seedslar. Mana endi esa bitta buni otsak hosil bo'layotganini ko'ramiz. Hali kelyapti. Yo'q-mo'yo. Hali bular ham to'lib turibdi. Sekin-astalik bilan o'zlari kelib oladi. Yaxshi. Mana bu yoqqa tiqib bo'ldi do'stlar, endi buni ekib yuboramiz. Qani bo'lmasam let's go. Va mana do'stlar, men fermamni bitirdim. Yana bir marta ekib chiqdim. Mana buni ham ko'rdim, keyingi videolarda bunga ham birorta dekoratsiya berarman. Keyingi videoda albatta bu daraxtlar uchun joy quraman va mana bu yerdagi barcha tuproqni olib tashlayman. Shuni olish uchun 2 soat vaqtim ketdi. Va do'stlar, barchangizga xayr. Barchaga xayr. Bu oroldagi 100 kun survivalni birinchi kuni birinchi qismi bo'ldi do'stlar. Ikkinchi qismini chiqishi uchun sizlar mana shu like-ni hatto 5 daqiqa bersanglar bo'ldi o'zi. Prosmotrim yo'q, aktivim yo'q. Shuning uchun ham 5 daqiqa qilib beringlar, iltimos sizlardan. Tomosha uchun barchangizga rahmat va xayr.